odamlarga dunyo hayotini bir misolini siz aytib bering deyapti Alloh taolo. Bu biz osmondan yog'dirgan suvga o'xshaydi u. Yerning ko'katlari bilan aralashib, haligi ko'kat juda osmondan tushgan suv bilan to'yinib, ko'k bo'lib chiroyli bo'ladi. Ana undan keyin u qurigan, shamollar uni aqabaqa uchirib ketadigan hashakka aylanib qoladi. Qarang, dunyoni misoli shu. Mana o'zimiz ham xuddi shunaqamiz. Yoshligimizda juda ham ko'rkam bo'lib, juda baquvvat bo'lib, chiroyli bo'lamiz, sekin-sekin so'nib boraveramiz. Ana shu dunyo hayoti ana xuddi o'sha haligi ko'm-ko'k bo'lgan o't keyin qurib qolib, shamol avvallarga uchirib borgan narsaga o'xshaydi, u ko'katlarga o'xshaydi. To'lmas bo'shliq. Hasan Basriy olim vafot etsa, ummat binosida qiyomatgacha to'lmaydigan bo'shliq hosil bo'ladi deganda ayni haqiqatni so'zlagan. Kuni kecha o'zbek xalqi uchun ham yana bitta ana shunday katta bo'shliq vujudga keldi. Yurtimizning ulug' ulamolaridan, katta ustozlardan Ibrohimjon domla Xo'qandiy foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qildilar. U kishidan keyin bo'sh qolgan yoriqni chindan ham to'ldirish amri mahol. Chunki ustoz benihoya fazilatlarni o'zida jamlagan nodir shaxsiyat sohibi edi. Ibrohimjon domlaning ulug'ligiga Hoji Hindistoniy domladek zamona olimining peshqadam shogirdi bo'lishi, Yorqinjon domladek betakror shogird tarbiyalagani, ilm yo'lida musobaqaga chiqqan yuzlab chavandozlar ichida marraga yetgan sanoqli g'oliblardan biri bo'lganining o'zi yetarlidir. Ilm ahli u kishining fazlini juda yaxshi biladi. Oftobni ta'riflashga hojat yo'q. Biroq solihlarni zikr qilishning savob va samarasi umidida ko'pchilikka ibrat bo'lishi e'tiboridan ustozning ayrim manoqiblarini eslagim keldi. Ibrohimjon domla haqiqatdan betakror inson edilar. U kishidagi keng fikr, fahmu zakovat, aql va basirat noyob darajada edi. Hamisha chuqur ta'ammul, bosiqlik bilan so'zlardilar. Juda ham shirin suxan, ochiq yuzli, tabassumli inson edilar. Zarofatlari ham bag'oyat o'tkir edi. Har bir holatda o'ziga yarasha so'z aytardilar. Hozir javobliklariga hamma qoyil edi. Hazil mutoyibada ham o'zlariga yarashgan mo'tadillikni ushlardilar. Qochirimlari ko'p edi. Insonlarni tanishdagi zakovatlari ham tahsinga sazovor edi. Bir so'z bilan aytganda nihoyatda mumtoz olim edilar. Ayni vaqtda kamtarin, kamsuqum, samimiy, betakalluf, muxlis kishi edilar. Ibrohimjon domla rahmatullohi alayh arab tili, fiqh, usul, aqida, mantiq, adabiyot va boshqa shar'iy ilmlarda yetuk mutaxassis bo'lib, shogirdlarga shu ilmlardan ta'lim berdilar, asarlar yozdilar. Domlaning boshqa ko'pchilik ahli ilmlarimizda topilmaydigan xislatlaridan biri forsiyga mohirliklarida edi. Shayx Sa'diyning asarlarini u kishidek biladigan, maromiga yetkazib sharhlaydigan olimni ko'rmadim. Har bir suhbatda Gulistondan bir hikoya yoki fors adabiyotidan biror qat'a keltirardilar. Hazrat Navoiyning abiyotlariga ham bilimdon edilar. Qo'qonda Navoiyshunoslik gurunglarida ishtirok etganlarida hech kimdan eshitilmagan nuqtalarni aytib, majlisga o'zgacha tarovat ulashardilar. Bu yilgi uchrashuvlardan birida Alisher Navoiy rahmatullohi alayhining Qur'on hofizi bo'lgani haqida suhbatlashdik. Shunda u kishi yoshligimda forsiy kitoblardan birida Hazrat Navoiyning hofizi Qur'on bo'lgani haqida o'qigan edim. Ammo ayni manbani hozir eslolmadim dedilar. U kishining har bir suhbatda mana shunday noyob ma'lumotlarga ega bo'lardi odam. Ustozning ommaga taqdim qiladigan va'zlari ham o'ziga xos edi. Ma'ruzalari ilmiy, qimmatli ma'lumotlarga to'la bo'lish bilan birga barcha uchun tushunarli bo'lardi.
Nutqlari ravon, fikrlari ravshan, talaffuzlari tiniq, iboralari go'zal edi. Tilga e'tiborlari yuqori, so'zga injiqlik sezilib turardi. Har bir mavzuda nimadir zarbul masal keltirardilar. Har bir suhbatda albatta bir nechta yangi ma'lumot olardingiz. Ayniqsa, xosroq davrlarda domla yana ham ochilardilar. Qashqadaryo tomonda xalqida bo'lib men Gulistonda ishlaganman. O'sha Zomin tomonda xalqi bo'lib qolsa, shu ba'dan joni chiqishi bilan darrov bitta katta ho'kizinimi yoki katta qo'ynimi olib chiqib so'yib ovqat solaveradi ba'di. Janozaga deb borsam, dasxonlarni tuzab qo'yibdi. Menga arqamga yostiq katta yerga dalaga tuzagan dasturxonni suyangani bitta kigizni o'rab yumalaqlab qo'yibdi. Hali enga suyanib o'tiribman. Janozaga dedi, Xudoyiga aytibdi ekan shikirlikda deb o'tiribman. Birinchi borishim endi, yangi borgan paytim. Keyin sekin yonimdagidan so'radim. Bugun Xudoyimi desam, yo'q, janoza dedi. O'lik qani desam, mana suyanib o'tiribsiz dedi. O'likni kigizga o'rab qo'yib, unga suyanib, bemalol oshni yeb. Janozani o'qimaymizmi desak, oshni yeylik, baquvvat bo'lib ko'taramizda tobutda deydi. Ibrohimjon domla o'z davrining ko'zga ko'ringan ulamolardan ta'lim oldilar. Ilg'or ilm toliblaridan bo'lganlari uchun tahsil bosqichidayoq dars berishni boshlab, umrlarining oxirigacha ta'lim tarbiya bilan mashg'ul bo'ldilar. Burxoniddin Marg'iloniy fiqh maktabida imom xatiblarga fiqh va boshqa ilmlardan dars berib keldilar. U kishining ilmlaridan yurtimizdagi juda ko'p tolibi ilmlar, ulamolar istifoda qilgan. Masjiddagi xizmatlari ham namunali edi. Jamoati yaxshi ko'radigan imomlardan edilar. Butun umrlarini ilm va irfon, Allohning diniga xizmat qilishga bag'ishladilar. So'nggi nafasgacha ilm va hikmat ulashishdan charchamadilar. Bir umr din g'amida, xalq xizmatida yashab o'tdilar. Ustozning nodirliklari shunda ediki, oldingi ulamolarimizdan bahra olgan sanoqli olimlarimizdan edilar. Hozirda Allohga shukr, islomiy ilmlarda dars beradigan ustozlar asta ko'payib bormoqda. Biroq Buxoro ulamolarining dars berishda o'ziga xos uslubini saqlab qolganlar juda ham kam. Ibrohimjon domla aynan shu jihatdan ham benazir edilar. Qolaversa, yurtimiz olimlarida o'ziga xos muomala madaniyati, o'zgacha go'zal odob va axloqi bo'lgan. Muhtaram domlamiz ana o'sha odob maktabining ustozlaridan edilar. U kishi o'zlaridagi bu imtiyozni yaxshi bilardilar va bundan shodlanib ham qo'yardilar. Zar qadriga zargar yetadi deganlaridek, domlamiz ilm egalarini tanir edilar, ularni yaxshi ko'rardilar. Ilm shaydosi bo'lganlari uchun ilm ahlini, ilm toliblarini sevardilar. Yosh olimlarni hamisha qo'llab-quvvatlab, ularni samimiy e'tirof etardilar. Biroq ilmiy o'lchovlari yuksak, didlari baland, farosatlari o'tkir bo'lgani bois ancha munchaga tan bermasliklari tabiiy edi va bunga haqli edilar. Bu ham u kishidagi fahmu idrokning yuksakligidan darak edi. Bu ilmda shu Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda astag'izu billah yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera dedi. Alloh taolo bu ilmni kimga xohlasa beradi dedi. Kimga bergan bo'lsa, bu ilm berilgan bo'lsa, demak unga juda ham ko'p yaxshiliklar berilibdi deydi. Demak, mana shu oyati karimani mazmuniga qaraganda Alloh taolo payg'ambarlarini tanlab olganidek, ahli ilmlarni ham tanlab oladi degan mazmun kelib chiqadi. Buni men o'zim aqlim bilan, harakatim bilan topdim degan gap qiyin ish. Demak, u hali nimani yaxshi tushunmaganligimizning alomati. Allohning ilm berishdagi hikmatini yaxshi bilmaganligimizdan bo'ladi. Endi biz o'zimiz juda o'ta dangasalik bilan bir harakat qilib o'qiganmiz. Alloh berganicha uncha ilm o'rganganmiz. Endi yaxshi ustozlarni oldilariga borib qolganligimizni barakoti mana eng oxirgi paytlarda shu Hoji domla Hindistoniyni bir tarbiyalarini, ta'limlarini ozgina ko'rdik. O'sha kishilarning sharofati, barakoti bilan
biz ham uncha ilmga ega bo'ldik. Lekin bu o'zimizni qattiq ko'shishimiz, harakatimiz yoki bo'lmasam iqtidorimiz sababidan emas. Vafotlaridan bir kun oldin Toshkentdagi shifoxonada ziyoratlariga kirdim. Kayfiyatlari chog', vaqt kech bo'lganiga qaramay nihoyatda tetik edilar. Shu yerda ham 2-3 ta zarbul masal aytib kuldirdilar. Suhbat asnosida o'z hayotlaridan mamnunliklarini so'zlab, biz o'limga hamisha tayyormiz va rozimiz. Yoshimiz ham Janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yoshlaridan oshib ketibdi. Bu yog'iga umr bersa ham o'ziga shukr, omonatni olsa ham o'ziga hamd aytamiz-da dedilar. Men, domlajon, bu yoqda yaxshi odamlar o'zi yetarli, bu yoqda hali qiladigan ishlar ko'p, o'zlari bizga ko'p keraklar. Borib olib nima ham qilasiz deb mutoyiba qildim. Yana bir kulgi bo'ldi. Suhbatlariga to'ymagan bo'lsak ham u kishini urintirmaslik uchun duo olib ortga qaytdik. Ko'ngillari sezgan ekan, dil so'zlarini izhor qilib ham ulguribdilar. Har gal olim, ziyoli, nodir insonlar vafot etganda Hazrat Navoiyning bir baytlari esimga tushadi. Firoq vaqtidir, ey ko'zlar, endi qon yig'lang. Bilurmisizki, bu kun ne kishidan ayrilasiz. Hali ko'pchilik qanday insondan ayrilganini bilmadi desak xato bo'lmaydi. Xalqimiz qancha olimu fuzalolardan dur va gavharlarni yig'ib o'zida jamlagan bir xazinadan ayrildi. Bu dunyoda hech kim boqiy qolgan emas. Hamma bir kun vafot etishi aniq. Biroq noyob iqtidor, necha yillik mehnat va qancha ustozlardan olingan ilm va tajribaga ega betakror olimlardan unumli foydalana olmaslik haqiqiy yutqazishdir, nadomatga arzigulik yo'qotishdir. Zotan biz olimlardan samarali istifoda qilmaslik orqali ularga emas, o'zimizga jabr qilamiz. Binobarin ularga Alloh bergan bu ma'naviy boylikdan to'g'ri foydalanishimiz, buning uchun ularning vaqtlarini qadrlashimiz, sog'liklarini asrashimiz lozim. Olimlarning yurak xurujidan vafot etayotganlari ham odamni mahzun qiladi. Ularning qalbi nimalardan shikastlanmoqda, kasal bo'lmoqda, shuni o'ylab ko'rishimiz lozim. Har birimiz bu borada mas'uliyatni his qilishimiz kerak. To'g'ri, umr belgilangan, biroq ustozlarning bunday qisqa fursatlardan unumli foydalanish uchun ham ularning salomatliklarini asrashimiz lozim. Ochig'ini aytganda, Ibrohimjon domladan xalqimiz yetarlicha foydalana olmadi. U kishining qadriga yetmadik. Oxirgi yillarda u kishidan ma'lum kitoblar asosida video darsliklar yozib qolish uchun bir necha bor harakat qildik. Biroq kech qolgan ekanmiz, sog'liklari yo'l bermadi. Bu ham biz uchun bir armon bo'lib qoldi. O'tgan o'tdi. Endi qolgan ahli ilmlarni asrashimiz, ularni qadrlashimiz, ilmlardan foydalanib olishga intilishimiz kerak. Ilm odamlardan sug'urib olinmaydi, balki olimlarning o'limi orqali yo'qoladi. Ular hayotlik chog'larida ilmlarini olib qolish, olimning haqqi xalqning yutug'idir. Bilimlardan bahramand bo'lib qolish kerak. Endi albatta shu komil inson bo'lishlik uchun nima zarur bizlarda? Xo'p, janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari hayotlik paytlarida nasihatlari bilan o'sha paytdagi odamlarni komil inson bo'lishligiga hissalarini qo'shib tarbiyalagan bo'lsalar, bizni davrimizda endi nima zarur desa, endi ilm zarur bo'lyapti endi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha paytda sahobalarga nima deganliklarini ilmimiz bo'lsa bilamizda. Alloh taolo Qur'onda nimaga buyurayotganligini ilmimiz bo'lsa bilamizda. Birinchi o'rinda ilm zarur ekan. Shuning uchun Alloh taolo ham shu birinchi insoniyatga nozil qilgan Qur'oni Karimning birinchi so'zi Iqro bo'ldida, o'qi degan so'z bo'ldi. Qarang, o'qishlik dinimizda shunaqangi darajada bir zaruriy ekanligi uchun birinchi nozil qilingan so'z shu Iqro bo'ldi, o'qi degan so'z bo'ldi. O'rni kelganda yana bir fikrni aytkim bor. Har gal olim zotlar vafot etganda janoza va dafnda odam sig'may ketadi. Yaxshi, bu ham muhabbatdan, bunda ham ulkan ajr bor. Biroq o'sha olim hayotlik paytida uni qanchalar qadrladik, bunga ham bir nazar solishimiz zarur. Bugun janozasi o'qilayotgan zot olim bo'lgani uchun unga o'zgacha yondashmoqdamiz. Biroq shu olim hayotlik vaqtida ham unga o'ziga xos e'tibor berganmidik? Buni ham bir tahlil qilish o'rinli. Ulamolarning haqiqiy qadrini bilish, ular xalqqa yetkazish uchun jon va molini sarflab yiqqan ilmlaridan foydalanishdir.
Olimning janozasiga qatnashishdan ko'ra uning ilmidan istifoda olish chandon muhim ish. Mana shunga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Har gal olimning tobuti talosh bo'lishini, dafanlarida belkuraklariga navbat turishlarini ko'rganda xayolga bexos bir fikr keladi. Nima uchun biz ko'mishga bunchalar ustamiz ammo o'sha insonning tirikligida unga beparvomiz? Bugun tobutini talashyapmiz, yaxshi, biroq kecha uning tirik vujudiga ham shu kabi ehtirom ko'rsatganmidik? O'lgan olimlarning qabri ustiga hayhotdek maqbaralar qurib, xoklarni ziyorat qilayotganimizda ularning izdoshlariga, tirik olimlarga qanday munosabatda bo'lmoqdamiz? Bir o'ylab ko'rish kerak emasmi? Aslida inson tirikligida qadrlashga ko'proq arzimaydimi? Olimlar qadr topish uchun o'lish shartmi yoki? Mana shu o'ylar har gal qalbni tirnaydi. O'limning o'zi ibrat, olimlarning o'limi esa yanada ko'proq pand va nasihat beradi. Mumtoz adabiyotimizda vafot etganlarga marsiya yozish, abjad bo'yicha tarix bitish urf bo'lgan. O'sha an'anaga ko'ra bir to'rtlik yozildi. Uni ham muhtaram o'quvchilar e'tiboriga havola qilishni ma'qul topdim. Zero bu ham o'zligimizdan bir namunadir. Ilm qasrida bo'shliq bo'ldi paydo, topilmas endi bu gavhar badili. Yonib dil piri abjad sori boqdim, dedi tarix, oh Xo'qand Xalili. Izoh: badil evaz o'rinbosar degani. Oh Xo'qand Xalili iborasidan abjad hisobiga ko'ra Ibrohimjon domla vafot etgan ushbu hijriy sana 1446-yil raqami kelib chiqadi. Xalil so'zi qalb torlariga muhabbati tirmashib ketgan do'st degan ma'noni anglatadi. Ibrohim alayhissalomning laqabi Xalilulloh, Allohning xalili bo'lgan. Bu she'rdagi Xalil so'zi esa Ibrohim ismiga va ushbu ism sohibi bo'lgan marhum olimimizning ahli diyor qalbida tutgan o'rniga ishoradir. Hasanxon Yahyo Abdulmajid 5-may 2025-yil 7-Zulqa'da 1446-hijriy yil.